Assalomu alaykum. Siz avval mol boqmagansiz. Yomg'ir yaxshi tushdi shu yil. Lalmi joylaringizda o't juda ham yaxshi bo'lgan. Siz ozgina pulingiz bor, bir ikkita yo bo'lmasa bitta bo'g'oz mol olib bozordan shuni tug'dirib ko'paytirsam, sut qatiqli bo'lardim, hovliga o'tlataman, dalaga o'tlataman deyotgan bo'lsangiz, o'ta semiz bo'g'oz mol olmang. Bo'g'oz molni 1 oyligidan boshlab agar bo'g'ozligidan to 6-7 oyliqqacha yem berilib semiz bo'g'oz mol bo'lsa, siz ham kelgandan keyin unga yaxshilab yem bersangiz ozmasin deb, bolasi kichkina tug'iladi. Bu sinovdan o'tgan. Yem yeb 9 oylikgacha semiz bo'lgan molni bolasi kichkinagina tug'iladi. Uni katta qilish juda qiyin. Bo'ylari uzun, oyoqlari uzun buzoqlar bo'ladi, bozorda ko'rgansiz. Ular 8 oyligidan boshlab yaxshilab yem beriladi. Ungacha oz-ozdan beriladi. Agar semiz molni bolasi yog' qisib qo'yadi uni. Buzoq kattaralmaydi onaning ichida. O'shaning uchun bozordan olgandan keyin 4 oylik, 5 oylik bo'lsa ham oz-ozdan yem bering. Ya o'zingizda molingiz bo'lsa ham, o'zingizda 1 oylikdan tanangiz bo'lsa, yemni kam-kam berib boshlang. Bozorga sotish niyatingiz bo'lmasa, to 8 oylikdan keyin 9 oylikda yaxshilab yem berasiz, tug'ishi uchun kuch bo'ladi. Bozordan agar 2 oylik, 3 oylik bo'g'oz mol olgan bo'lsangiz, siz bo'g'ozligini bilmayapsiz, yem berib ko'rish kerak. 1 oyda yana qayta kuyga keladi. Agar kuyga kelmay, siz yarqillab semirib ketdimi, demak bo'g'oz. Agar uni ham tushunmayotgan bo'lsangiz, 2-3 oy sabr qilasiz. O'zi 5 oyligidan suv ichsa, o'zi bola qonida aylanib oladi. Shunda qarab bilsangiz bo'ladi. 5 oyligidan qarasangiz, o'zi bir tomoni kattaroq, bir tomoni kichikroq bo'ladi. O'shanga e'tibor bering. Orqasidan o'tib qaraysiz, qorin tashlab qolgan bo'ladi o'zi 5 oylikda. Apparat bilan tekshirtiraman doktorga desangiz bo'ladi, lekin ko'p hollarda apparatdan ziyon bo'ladi. Bolasi tushib qolish ehtimoli bor. O'shanisiga e'tiborli bo'ling. 2-3 oy boqsangiz o'zi bilinadi. Shunday savollar bo'layapti-da, 3 oylik bo'g'oz men bilmayapman. 2-3 oy sabr qiling. O'rta xil yaxshigina yemini berib boravering. Ana buzoqchali bo'lasiz. Bu molni gavdasini qarang, buzoqchasi salgina kichkina. Agar siz yemni ko'p bermasangiz, 8 oy, 9 oyligida bersangiz, buzoqchalar oyog'i uzun-uzun katta buzoqcha bo'ladi. Mol ham mana juda semiz. O'shanisiga e'tiborli bo'ling. Obuna bo'ling, like bosib qo'ying, videolarni kuzatib boring. Boshqa videolarda ham mol haqida ma'lumotlar juda ko'p.